Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar biz videosiga kiramiz. Namangan viloyat, Namangan tumani o'sha arzonchilar qishloq tepa o'rni olib boryapmiz. Xudo xolasa Dilmurod aka juda bo'lacha qo'chqorib aka. Qaydan olib kelib? Aslida gigantlarda qo'chqorlar qaranglar. Hurmatli obunachilar. Boshlaylik, sezon kelyapti ekan, eshitishim bo'yicha. Voy, bismillah. Qo'chqorlar qaranglar. Bu qaydan keldi Dilmurod aka? Sizga qo'chqor bor-ku. To'g'ri keldi. Buni qarang, hurmatli obunachilar. Belda kostyumasi. Qo'chqor. Gigantda. Haqiqiy gigant qo'chqor ekan. Oyoq qarang, oyoqni baquvvatli qarang, mana kassaklarini qarang. Oyoqni baquvvatligini ko'ryapsiz? O'ta baquvvat, katta. O'ta polvon ekan bu qo'chqor bor. Agar buni bitta junni oldirib qo'ysangiz, vobshe simjum bo'lib, vobshe o'ta kachoq qo'chqor bo'lib chiqadi. Mana kalla ham vobshe udor ekan. Garbonoslari ham zo'r qo'ydi. Endi buni bir boshdan ma'lumotlarni beramiz endi buni. Buni Jaloliddin kishi hozir to'rttaga harakat. To'rttaga harakat, ha. Lekin qo'chqorimiz katta ammo. Ammo qo'y uzun qo'y. Mana ko'rsatamiz. 3ta chiqibdi. 3ta bo'libdi hozir. To'rttaga endi harakat, 4-chisiga harakat mana. Ha, mana. Uchinchi, 4-chisiga hali bor ekan. 4-gacha bor. Lekin qo'chqor. Uzun ekan, ham katta ekan qo'chqor. Qo'chqor bor, rasa balasini oling qo'chqor ekan. Endi buni bo'y bastani uzunasini o'lchab ko'rsataman. Shunday qo'ysangiz bo'ldi. Bizga o'zi obunachilar o'zi metr o'zlab chiqarib olishadi mana shu yerdan. Chiqarib olishadi. Ana mana shu hurmatli obunachilar, mana shuni olaver ekansizlar. Uzunasini qo'yib ko'raylikchi buni. Uzunasi 1.15 bo'lsa kerak. Hurmatli obunachilar, mana metrdan ham 10 cm qolyaptimi? Mana metrdan. Lekin qo'chqorimiz o'ta gigant, katta qo'chqor ekan. Dumbalari, chotlari xudo xolos o'ta keng qo'chqor, o'ta kelgan. Dumbasi ham vaqt udor ekan. Kilasi ham zo'r buni. Kilasi tortib ko'rdingizmi? Buni tortib ko'rdik biz. Qancha chiqdi? 124 kilo. 124 kilo. Endi hozir buni qo'radan qo'ra qo'ysa ham 2 kilo 3 kilo farq qoladi, lekin qo'chqorimiz gigant, oyoqlarim o'ta baquvvat. Vahshiy. Bu holatda qo'chqor ekan bu qo'chqor. Jalolxon bu holatiga bor, bu o'ta semiz emas bu. 200 kilo vес ko'taradigan qo'y bu. O'zi qo'chqor o'rta qo'y turibdi. Hurmatli obunachilar, telefonda qo'yni katta kichik ko'rsatadi. Shuning uchun biz bo'y bastani o'lchab ko'rsatamiz. Lekin qo'chqorimiz o'ta ideal darajada. Agar bu so'riq sezonga borib qolsa, agar bo'g'oz qo'shadigan mahaliga. Bu endi buni narxini bo'lsam o'sha yozda qo'yar narxda qo'yarmisizmi? Yo'q, yozda. Bitta narx ayting bo'ladi. Bizga unda torcha narx kerak emas. Ammo qo'chqorimiz haqiqatan katta, qo'chqorimiz sifatli, o'ta gigant. Nima deydi? Ko'rgan odam, videoda ko'rgan odam kichkina deb o'ylaydi-da. Ha, qo'chqor katta. Bo'yi 95 dan baland chiqyapti. Uzunligi bir 10 oshiq chiqyapti. Ha. Lekin osmondan kelib narx qo'yim, to'g'ri. Kimgadir qimmatdir, kimgadir arzon, lekin o'g'animga qarab qo'yaman men mana. Yelka mana yelka. Mana yelka. Ancha-muncha qo'ydi belimidan teng. Yelkani o'zi ham. Ha, o'zi qo'chqor ham turburchak ekan-da. Lekin o'ta gigant, hurmatli obunachilar. Dilmurod aka, mana tushlari, mana tushlarni ko'rdi, buni tushungan odam o'zi. Mana Jalolxon mana bir qarish tush uzunligi ham oldida. Bu hali bu qo'y bor, yana semirsa vobshe o'ta gigant qo'chqor oladi. Bo'ladiganini aytaymi? Ha. Bitta narx ayting bo'ladi. 12.500.000. Dastlabkasi qaygada u? Toshkentga o'qib beraman dastlabkasini. Telefon qilgan odamga xayriga o'tib berasiz. Ozmoz yo'l qo'yib berishim mumkin. Ata ko'p yo'l qo'yib bera olmayman, chunki o'zi o'g'animga qarab Og'lamjahon narx qo'yganim yo'q men. O'zim bilib turibman. Haligi emas. Sezon emas, uni o'zimiz ham bilamiz, so'raydigan odam ham biladi uni. Ha, o'zi o'sha vaqt bo'lsa bu qo'chqorda. Unaqa vaqt bo'lsa o'zimiz. Ya'ni qo'chqorimiz o'ta ideal, katta, lekin kattaligi vobshe telefonda balkim kichkina ko'rinayotgandi, lekin qo'chqorimiz menga yoqdi. Vobshe udor, buni kallasi ish qo'zg'almas bu qo'chqorda. Bu garbonosini ko'rdingizmi? Garbonosi dahshat garbonosi. 12.500.000 so'mga Toshkentga dastlabkasida. Yetkazib beraman Toshkentga. Vohadan so'raganlargachi. Dastlabkasini endi dangalini aytish kerak, kelishamiz. Kelishiladi. Lekin dastlabki qilib berasiz. Dastlabki qilib, mo'hinat qilib yetkazib beraman. Mana hurmatli obunachilar. O'zbekiston bo'yicha. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa qilib bugunga bir dona xolasa. Xolos, endi xudo xolasa aniq qilaylik, endi to'g'risini aytish kerak. Ko'rishga olib keldik xolos buni. Просто holatni ko'raylik.
nasib bo'lsa yana ko'paytiramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Qo'chqorimiz zo'r. Hurmatli obunachilar, mana mana shu ekan ekran telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Videolarimizga bitta like bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'chqorlarda sovliqlari zo'rlarni chiqar ekan, endi Xudo xolasa kuchaytirib beramiz inshaalloh. Yaxshilari chiqadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.